Assalomu alaykum va bizning mexanika bo'yicha 3-darsligimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda biz robot yasashda qanday qoidalarga amal qilish kerakligi bo'yicha gaplashib o'tamiz va yana qanaqa materiallarni ishlatishni tavsiya etishimni aytib o'taman. Va bu bugungi darsligimizning darajasi. Robot yasashda qoidalarga amal qilish kerak va bu qoidalar robotni mustahkam va samarali ishlashga yaroqli bo'lishini ta'minlaydi va sizga ko'proq qulayliklar yaratib beriladi va FTCda sizning robotingiz 18 dyum kubdan o'tib ketmasligi kerak, ya'ni bundan katta bo'lishi kerak emas va bu santimetrda 48 santimetr kub bo'ladi va robotning asosiy qoidalaridan biri bu uzatish chegaralari. Bu harakatlanuvchi qismlar optimal kuch uzatishini ta'minlashi kerak va yana siz robotingizga vyuklachotel qo'yishdan oldin albatta unga 2,5 santimetrdan 2,5 santimetr va 6-4 santimetrdan ko'p bo'lmagan stiker qo'yishingiz kerak va FTC musobaqasida har bir robotning o'zini raqamli taxtachasi bo'lishi kerak va bunda sizning raqamlaringiz ana bu slaydda ko'rsatilgan santimetrlardan o'tishi kerak emas va bunda siz taxta yoki oddiy plastik ishlatishingiz mumkin va yana boshqa materiallardan foydalanish ba'zan faqat plastik yoki metall materiallari yetarli bo'lmaganda siz taxta yoki oddiy karton ishlatishingiz mumkin va bu sizga qulayliklar berishi mumkin va hozirgi ko'rib o'tirgan robotingizda ham o'zining korpusi uchun bu robot taxta qo'yilgan va taxta qo'yish bilan hech qanaqa ortiqcha muammolar bo'lmaydi, chunki reglamentda bunga mumkin reglament bo'yicha. Va hozirgi ko'rib o'tirgan robotingiz yaxshi namunalardan biri bo'lib, o'zini basiga akrildan foydalanilgan va bu sizga ko'p qulayliklar beradi va bulardan biri sizga kuchli struktura va dizayn jihatlarida ham chiroyli ko'rinadi va dars davomida tushunmagan joylaringiz bo'lsa bizning Telegram kanallarimizga o'tib bemalol murojaat qilishingiz mumkin.